Janubiy Farg'ona kanali qirg'oqlarining birida o'pirilish yuz berdi. Forishda kichik quvvatli AESni joylashtirish sxemasi tasdiqlandi. 1000 dan ortiq odamni chuv tushirgan soxta treyder ushlandi. Prezident G'alaba bog'iga bordi. Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida Kun.uzda yoritilgan dolzarb va muhim O'zbekiston yangiliklari bilan tanishtiramiz. Andijon viloyati Buloqboshi tumani hududidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanali qirg'oqlarining biriga shikast yetdi. Hodisa oqibatida kanal suvi toshib, atrofdagi ko'chalarni suv bosdi. O'zgidrometning ma'lum qilishicha, suv toshqiniga Janubiy Farg'ona kanaliga me'yoridan ortiq suv tashlanishi sabab bo'lgan. Unga ko'ra, xavfli gidrologik hodisaning kelib chiqishiga Janubiy Farg'ona kanaliga gidroelektr stansiyasi qurilishi sababli ortiqcha suv tashlangan. Suv sarfi taxminan 15 metr kub sekundni tashkil etgan. Hodisa talofatlari o'rganilganida jami 560 ta xonadonni suv bosgani aniqlangan. Favqulodda vaziyatlar vaziri